Dam olish kunlari avtoturargohlar narxi oshirildi. Endilikda 3 soatgacha turish 25 ming so'm, 4 soatgacha turish 35 ming so'm, 4 soatdan ortsa esa 50 ming so'm qilib belgilandi. Yuk mashinalari uchun alohida tariflar qo'yilgan. 20 daqiqalik qisqa turish 7 ming so'mdan boshlanadi. 4 soatdan ko'proq turganda esa narx 18 ming so'mgacha yetadi. 2 soatgacha turish narxlari esa o'zgarmagan. Shuningdek, endilikda Toshkent bozorlarida 1 soatlik suratga olish uchun 5 million so'm to'lash talab etiladi. Hokimiyatga ko'ra bu to'lov faqat daromad topadiganlarga, yirik blogerlar, studiyalar va bozorni reklama maydonchasi sifatida ishlatadigan kompaniyalarga tegishli. Oddiy odamlar uchun esa hech qanday to'lov yo'q. Xaridlaringizni suratga olishingiz, oila bilan rasmga tushishingiz, shaxsiy blog yoki storieslar qilishingiz bepul. Turistlar, talabalar va jurnalistlarga ham hech qanday cheklov yo'q. Hokimlikka ko'ra yig'ilgan to'lovlar bozor infratuzilmasini yaxshilashga sarflanadi. Ko'ramiz, Toshkentni odamlar uchun tabiatiy eng qulay joyga aylantirishni va'da bergan hozirgi hokimga amalda shaharni qay ahvolga olib kelganini yonidagilar qachondir yuziga ham aytar. Hozircha esa hokimiyatning maqsadi faqat pul qilish deb tushuniladi. Vassalom, deydi Rasul Kusherbayev ushbu xabarga munosabat bildirarkan.